Assalomu alaykum. Toshkent davlat texnika universitetida iqtidorli yoshlar tomonidan Zakovat intellektual shows tashkillashtirilgan. Jarayonlarni birgalikda kuzatib, talabalarning jadidlarimiz haqidagi fikrlarini birgalikda o'rganishga harakat qilamiz. Jadidlarimiz haqida sizga savol bermoqchimiz. Jadidlarimizdan sizning qahramoningiz kimlar? To'g'risini aytsam, jadidlar o'zi hammamizni, o'zbek xalqini uyg'otishga harakat qilgan, ma'naviy yetiklashtirishga harakat qilgan fidokor insonlar. Ularni hammasini men xaloskorimiz, ya'ni qahramonim deb hisoblayman. Lekin ularning ichida menga eng yoqadigani Cho'lpon birinchi navbatda, keyin Qodiriy, qolganlarni ham yaxshi, Fitrat, Mashraf Yunusov, hammasini yaxshi ko'raman, lekin birinchi navbatda Cho'lpon va Qodiriy. O'zini kumiri deb shunaqa. Cho'lponni qaysi asarlari? Cho'lpon o'zi asli nasrda ham, nazmda ham yaxshigina ijod qilgan g'azallari mavjud. Bilamiz, Ro'zali she'ri, o'zini ayoliga atab yozgan she'ri bor misol uchun. Lekin eng ko'zga ko'ringan, xalq bilgan asari bu Kecha va kunduz. O'shanda o'zbek xalqini o'zligini ochib berishga harakat qilgan asar. To'g'risi, u asarni o'qiydigan odam asarning ichiga shunchalik kirib ketadiki, xuddi o'sha jarayonda o'zini qatnashgisi kelayotganday his qiladi odam o'zini. Misol uchun, Zeboni uning boshiga berilishi, bo'lmasa oralarida endi tug'ilayotgan bir ma'sum muhabbat, nima bilan aravakash bilan endi Zebo o'rtasida endi tug'ilayotgan muhabbatni chetlab o'tib, majburlab, endi u yerda So'fi Razzoq misol uchun ataylab pul uchun bermadi, lekin o'sha payt din omili ham katta muhim o'rin tutgan. O'sha Eshonboni nimasi bilan ta'siri ostida So'fi Razzoq majbur bo'ladi Akbar Aliga o'zini qizini berishga. Demak, Kecha va kunduz asarida sizning lahzaga solgan sahnalardan eng cho'qqisini aytib bering. O'zi Kecha va kunduzni o'ylaganda odam yuragi titrab ketadigan asarda. Bunaqa asarning ichida unaqa voqealar ko'p, lekin men uchun eng dardli, alamli bo'lgan, hattoki yig'lashga ham majbur qilgan bu o'sha Zeboga hukm o'qilayotgan payti. Beayb aybdor, bunday olib qaraganda aybsiz aybdorga yosh qiz, hali 10 guldan biri guli ochilmagan desak ham bo'ladi, Zeboga o'sha Oliy sud tomonidan hukm chiqarilganda va o'sha surgunga yuborilgandan keyingi ota va onasini aqldan ozishi, ya'ni cho'p borib Eshonboni misol uchun soqolini yulib So'fi Razzoq o'ldiradi. Onasi aytgan o'sha 6-8 qator she'ri bor. Shu she'rni o'qisam hozir ham balki yig'lab yuborishim mumkin. Seni sotdi o'z otang shunaqa joyida, lekin aniq eslolmayman, lekin shu onasi jinni bo'lib bunga nisbatan aytgan she'ri meni hali ham shu to'lqinlantirib keladi, larzaga soladigan joyi. Asarga istamagan, istar-istamas holda kirib ketib, u bilan birga yashaydi o'quvchi. Xuddi shunday. Men agar bu to'g'ri kecha qismi, balki Qodiriy o'zini kunduz qismida Zeboni qaytargan bo'lishi ham mumkin. Agar menga shunday imkoniyat berilganda edi, aralashishga, asarni qanday o'zgartirish kerakligi degan joyga men shu Zeboni shu nimadan qaytarib olib kelgan bo'lardim. Shu o'sha kundoshi unga shu zaharni berdi, keyin o'zi eri ichib qo'yadi-ku. O'sha paytda buni aybini o'ziga qo'ydirish agar imkoni bo'lganda shu ishni qilgan bo'lardim, isbotlab bergan bo'lardim. Jadidlarning ichidan sizni o'zingizni qahramoningiz kim? Avvalo assalomu alaykum. Men deyarli hamma jadidlarni kuzataman, asarlarni o'qiganman va tarix kitoblarida juda ko'p ko'rganmiz. Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Abdurrahim Fitrat kabi juda jadidlarimiz Turkistonni Qoraqalpog'iston qutqarish Rossiyadan qutqarish uchun turli xildagi gazetalar yozganlar, asarlar va teatr orqali Turkistonni ozod qilishga intilgan va men o'zimning eng yaqin
eng yoqtirgan jadid Abdulla Qodir hisoblanadi va u kishini mikrobda o'tgan kunlar kabi asarlarini juda yoqtiraman va eng yoqqani o'tgan kunlar. Sizningcha u o'tgan kunlar asarida Zaynab o'lganmi aslida? Kumush o'lgan. Bilasiz, Zaynab Kumushni zaharlab o'ldiradi. O'zi aslida Zaynabga qiyin bo'lmagan. Zaynabni o'zingiz o'rningizga qo'yib ko'rganmisiz? Men asarni boshida o'qiganimda Kumush mening qahramonim bo'lgan. Keyin qayta o'qiganimda, fikr qilganimda Zaynabga juda og'ir bo'lgan. Sizdachi, bunda qanday jarayon? Meni ham fikrimcha avvalo shunaqa, chunki Zaynab Kumushni zaharlab o'ldirishga o'zi xohlamagan bo'lishi mumkin, lekin baribir ichi-ichidan o'zi xohlamagan holda bo'ladi bu. Chunki uni o'rniga o'zimizni qo'yganda ham shunga majbur bo'lishimiz mumkin yoki o'zi istamagan holda shunga urinib qo'yishi mumkin. Otabek menimcha shu joyda xato qilgan. Zaynabni qo'pol qilib aytganda ayol o'rnida ko'rmagan. Ikkala ayolni bir o'rinda ko'rmagan. Bir o'rinda ko'rish kerak edi aslida. O'tgan kunlarda buni ham bir sabab bo'lsa kerak. To'g'ri, Abdulla Qodiriyni ikkita yana aytib o'tdim, yaxshi ko'rgan asarlari shu eng mashhur o'tgan kunlar, keyin mehrobdan chiqqan. To'g'ri, o'tgan kunlarda ham shu o'zbekning urf-odatlari kelib chiqishi qanday o'sha paytdagi muhit chiroyli yoritilgan. Bebaho asar. Menga lekin ko'proq mehrobdan chayon yaxshiroq ta'sir qildi. O'sha paytdagi misol uchun ko'rishimiz mumkin, xalqni qanchalik zulmda, qiyinchilikda yashagan. Anvar tug'ildi, keyin oilada hattoki o'sha kun ko'rish uchun puli bo'lmasligi, ota-onasi o'lib ketdi, keyin ismi qo'yilmaganligi, singli hatto opasi Nodira qo'ygan, hattoki ismiga ham e'tibor berishmagan. Shunchalik qiyinchilik bo'lganki, yashash juda qiyin bo'lganda o'sha paytda. Bo'lmasa farzand qanday shirin ne'mat aslida. Biz qanday uni merosini saqlab qolishimiz mumkin, qanday unga rahmatimizni izhor qilishimiz mumkin? Albatta asarlarni o'qib, to'g'ri xulosa chiqarib va o'sha narsalardan kerakli xulosani olib, shu narsalarni qaytarilmasligiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. O'zimizga dars olib shukur qilishimiz kerak. Bu dunyoda, shu zamonda yashayapmiz. Xuddi shunday. Misol uchun Robiya bilan Anvar bilan o'sha Ra'no o'rtasidagi muhabbat juda bir sof, samimiy. Bunday muhabbatni topish hozir qiyin. Hattoki o'sha kitobning oxirida ham bergan savoli bor Anvarni Ra'noga. Senga shunday imkoniyat berilsa, zero kim Hajr va Vasl haqida so'raydi, qaysi birini tanlaysan degan savoli bor. To'g'ri, men hozir to'g'ri yetkazib bera olmadim, lekin shu ikki qatorda shunchalik katta ma'no borki, uni tasvirlab ochib berish har qanday adabiyotshunosning ham qo'lidan keladigan darajada ish emasda bu. Olamni, shunday katta olamdagi ma'noni ikki qatorga sig'dirib qo'ygan. Uni qayta o'qigan sari yangi qirralari, ya'ni shu ikkigina jumlada yangi qirralari ochilib boraveradi. Xuddi shunday. Siz bilan juda ko'p suhbatlashgan bo'lardim. Vaqtimizdan chegaralangan. Kattakon rahmat. Omadlaringiz bersin. Zo'r nima tashkil qilibsizlar, lekin Xudo xohlasa kuzatib boraman. Nima deb yozsangiz hozir? Jadidlar. Rahmat lekin. To'xtatmanglar.